Maqtanib gapiryapti demanglar, iltimos sizlardan. Yoshimga nisbatan yaxshi holat deb o'ylayman. Menda shaxsiy mashinam yo'q, jamoat transportidan foydalanaman. Ko'proq piyoda yurib ishlarimni bitiraman. Kecha shomgacha 18 ming qadam yurib bo'lgan ekanman. Shomdan keyin premyo efir qildim. Yengil o'jinimni qilib bo'lganimdan keyin ozgina bir 15 minut piyoda yurdimda, keyin yugurishni boshladim 3 kilometrga. Qo'qonliklar bo'lsa Navoiy massivdan Chorsigacha 3 kilometr chiqadi deb o'ylayman. Shu yergacha to'xtamay yugurib bordimda va yerda turnik brus qilib qo'yishgan. Sport qilishlikka yaxshi sharoit qilib qo'yishgan. O'sha yerda turnik brus, arjimani va boshqa mashqlarni qilib, yana yengil yurib kelib yugurmasdan qizishimni to'xtatmaslik uchun terlab ketdimda, sovuq o'tmasligi uchun peshkom yurib keldimda, har yurganimda keginimgacha adashmasam yo 6 podxod, 7 podxod, 25 tadan arjimani urib keldim. Qo'shimcha sovib qolmasligi uchun. Uyga keldimda yana kerakli bo'lgan mashqlarni qilib, keyin dam olishga yotdim. Yoshimga nisbatan yaxshi deb o'ylayman. Oddiy ovqatlanib, qo'shimcha bunaqangi energiya beradigan mahsulotlar umuman iste'mol qilmayman. Organizmimga kerakli bo'lgan mineral vitaminni beraman-da, 1 yilda bir marta yegan ovqatlarim 100% o'zimga singishligi uchun zarur bo'lgan ichagimni 1 yilda bir marta tozalab turaman. Toza ichakda foydasini mana 4 yildan beri ko'rib kelyapman. Oddiy ovqatlanaman. Bir kunda 2 dona 3 dona tuxum yeyman xolos. Har doim oddiy oilada qanaqa ovqat bo'lsa, xuddi o'shanaqangi ovqat bo'ladi meni o'ylamda ham. Har kuni shashlik, osh, yana boshqa kuchli ovqatlar unaqa yeyila olmaydi. Oddiy mastava, kechara, oddiy oilada qanaqa ovqat bo'ladi? Xuddi shunaqangi ovqatlar. Shuni quvvati bilan hozirgi holatim shunaqangi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, albatta ichaklarni tozalab turinglar.